1864-yil Toshkentga bosqinchi Rus imperiyasi hujum qiladi. O'sha paytlarda Toshkentning 12 ta darvozasi bo'lib, barcha darvozalar qattiq qo'riqlanar edi. Toshkent himoyasi uchun Qo'qon xonligidan amir lashkarboshi Mulla Alimqul boshchilik qilib, dastlab dushmanga juda yaxshi qarshilik qiladi va ruslar mag'lubiyatga uchrab, Chimkentga chekinadi. Bostirib keldi yovlar har tomondan soldi qirg'in elga, jangga otlanib yigitlar belbog'i mahkam bog'ladi belga. Erk uchun girdilar jangga tek, shahid ketdi qancha bek. Yigitlarning ko'ksida go'yo qaytib keldi Temurbek. Toshkentning mudofaasin qo'riqlar qahramonlar, sariq mal'un hamlasin qaytarar pahlavonlar. Qirg'iz bo'ldi yondoshim, qozoq bovur qondoshim, tojik yelkama yelka bo'p turkman bo'ldi safdoshim. Ajalga tik boqib qilmoqdamiz jang, vatandan muqaddas bo'lolmas jonimiz. Bilamiz dushman katta holtang, lekin shu zaminga baxshida qonimiz. Toptamasin yov mozorlarimni, madrasalarni etmasin vayron, kuzak qilmasin bahorlarimni. Muqaddas yerimga tikmasin bayroq, ko'zidan olovlar sochib yigitlar. Dushmanga yopirilar chekinma qochma, shahidlar ko'payib uladi itlar. Darvozamizni g'animga ochma, mardlarni bir bora o'larkan jismi. Fido bo'lsin shu yurt uchun joni, el unutmagay ularning ismin. Zaminga oqqadi muqaddas qoni. 1865-yil ruslar tomonidan ikkinchi shturm, ya'ni ikkinchi hujum boshlanadi. Mahalliy xoinlarning ko'rsatmalari bilan ruslar avval Niyozbek qal'asini oladi va Toshkent suv ichadigan Chirchiq daryosi, ya'ni Bo'zsuv to'siladi. Natijada Toshkent 2 oy suvsiz qamal holatida qoladi. Turon edi bitta tan, bitta edi bu vatan. Yurtni sotgan xoinlari xavfli edi hammadan. Sir titradi bu zamin, chalindi dov ovozlar. Hiyla makr orqali yengildi sarfarozlar. Biz kim Turon lashkari, o'lim solmas xavotir. Qo'qon o'shu Toshkanim, bag'ri to'la bahodir. Meni sarkardalar yurti bo'lgan o'tmishga boqsak, er yigitlar jangga kirdi, bo'l shularday bo'lolsak. Jon olib jon berib kurashdi mardlar, bosqinchi yovni biz qoniga tashna. Chekindi ba'zida qochdi murtatlar, jang maydonini ketdilar tashlab. Bobolar muqaddas qabri toptalmasin, qiz juvon faryodi tutmasin, olamni g'animlar bog'larim kezib yurolmasin. Mardukor qilmasin bu yovlar bolamni, yurt uchun kiramiz. Ajal o'chog'iga o'lsak ham yurtni deb vatan deb bo'lamiz. Turon deb qasqila yovlarni joniga qalqoni bo'lamiz. Tik turib bo'lamiz, ajalga tik boqib qilmoqdamiz jang, vatandan muqaddas bo'lolmas jonimiz. Bilamiz dushman katta holtang, lekin shu zaminga baxshida qonimiz. Bostirib keldi yovlar har tomondan soldi qirg'in elga, jangga otlanib yigitlar belbog'i mahkam bog'ladi belga. Erk uchun girdilar jangga tek, shahid ketdi qancha bek. Yigitlarning ko'ksida go'yo qaytib keldi Temurbek. Toshkentning mudofaasin qo'riqlar qahramonlar, sariq mal'un hamlasin qaytarar pahlavonlar. Qirg'iz bo'ldi yondoshim, qozoq bovur qondoshim, tojik yelkama yelka bo'p turkman bo'ldi safdoshim. Toshkentni himoya qilgan lashkarboshi qahramonimiz bo'lmish Mulla Alimqul janoblari 1865-yilning may oyida jangda og'ir yaralanib vafot etadi. Vodiydan kelgan sarbozlar Mulla Alimquldan keyin jang qilishdan bosh tortadilar. Shunday qilib, ne qarshiliklarga qaramay, qurol yarog' va iqtisodiy jihatdan dushmandan orqada bo'lsa-da, juda yaxshi qarshilik ko'rsatgan qahramon shahar Toshkent 1865-yil yoz oyida rasman taslim bo'ladi. Vatan oldidagi burchlarini bajarish chog'ida shahid ketgan qahramon yigitlarning yovqir mard bobolarimizni Alloh rahmatiga olgan bo'lsin.